Hozirgi vaqtda telefon orqali bepul kriptovalyutalar ishlash mumkinligini bilarmidinglar? Ha, to'g'ri eshitdinglar, do'stlar. Bepul kriptovalyuta ishlash mumkin. Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Free Crypto Spark kanali. Do'stlar, qisqa tanaffusdan keyin biz yana ijodga qaytdik. Buning uchun albatta bizga bitta like bosib qo'yasizlar. Va biz yana turli xil saytlarni sizlar bilan bepul o'sha kriptovalyuta ishlab beradigan saytlarni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Va sizlar vaqtinglarni qadrlagan holatda qisqa qilib videoni boshladik. Hop, bu saytimizda mana ko'rib turganingizdek Tezoria sayti deb ataladi. Ya'ni bunda qiladigan ishimiz faqatgina shu saytdan o'sha Faucet Pay hamyonimizga ulangan Google akkauntimiz orqali, Gmailimiz orqali agar oddiyroq tushuntiradigan bo'lsak, ro'yxatdan o'tamiz va bizga o'sha avtomat tarzda o'zi o'sha Tether ya'ni USDT kriptovalyutasini ishlab berishni boshlaydi do'stlar. Ya'ni bepul albatta. Bizlar videoda aytganimizdek bepul ishlab olsanglar bo'ladi. Endi bu videoga like bosib qo'yinglar. Sababi nimaga like bosishim kerak degan insonlarga tushuntiraman. Birinchi o'rinda sizlar bu saytlarga hech qanday sarmoya kiritishingiz shart emas. Ikkinchidan biz sizlarga o'rgatamizki, hattoki buni bemalol maktab yoshidagi va yosh katta insonlar ham qiziqqan holatda, bizdan ko'rgan holatda birgalikda shu kriptovalyutalarni ishlab borish mumkin bo'ladi. Eng asosiysi oddiy va sodda qilib tushuntiramiz va albatta birgalikda sizlar bilan shu kriptovalyutalarni ishlashni boshlaymiz do'stlar. Va albatta like, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Va videoni davom ettirishdan oldin bitta narsani aytib o'tishim kerak do'stlar. Bu saytlarni men to'g'risi reklama qilishni o'zim bo'ynimga olmaganman va sizlarga ham depozit kiritishinglarni, ya'ni sarmoya kiritishinglarni xohlamayman va tavsiya qilmayman. Sababi bu saytlar bugun ishlashi mumkin va ertaga indinga ishlamasligi mumkin. Chunki o'sha kirgizgan sarmoyalarni chiqarib qolmasanglar, orada ozgina qiyin bo'lishi mumkin. Ozgina odamlar ko'p qolgandan keyin shu bizga yoki bo'lmasa bizning ijodimizda ozgina shubha bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu narsani men sizlarga tavsiya qilmayman. Ya'ni depozit qilishinglarni. Va do'stlar, biz boshladik. Albatta video havolasini o'sha bizning Free Crypto Spark kanali Telegram kanalimizdan olishinglar mumkin bo'ladi. Havolani har doim o'sha Telegram kanalimga qo'yib qo'yaman. Kirib bemalol birgalikda ishlashimiz mumkin. Va bu saytning zo'r tarafi mana do'stlar ko'rib turibsizlar. Kirganimizda bizda xuddi shunaqa oyna ochiladi va bizda sekin-sekin mana bir kunda do'atda mana tagida yozib qo'yibdi. 0,075 ming USDT kriptovalyutasini bizga ishlab berishi mumkin bo'lar ekan bir kunda do'stlar. Va mana bu yerda tagida ko'rayotgan bo'lsanglar 98% do'atda, ya'ni 23, ya'ni bir sutkadan keyin bu to'xtab qoladi do'stlar va biz uni yana qaytadan ishga tushirishimiz kerak bo'ladi. Mana albatta mana bitta sizlarga perevod qilib o'zbekchaga tarjima qilishga harakat qilamiz. Mana tugunni faolligini rivojlanishi deyapti 98% va 23 soat 24 soniyadan keyin to'xtaydi deyapti va qayta tiklashni talab qiladi deyapti. Qiling deyapti. Ya'ni shunaqa mining qilishi bir sutkada biz bir 24 soatdan keyin kirib yana o'sha ishga tushirishimiz kerak bo'ladi shu saytga kirgan holatda do'stlar. Bir kunda bir marta kirib qo'yasizlar va bu yerga sizlarga shu USDT kriptovalyutasini, Tether USDT kriptovalyutasini ishlab berishni boshlaydi. Va oson. Endi yana bir ma'lumot bor. Bu yerda mana menu bo'limiga kirsak, mana pul yechib olish, bu yerda kirallar yozib qo'yibdi do'stlar mana. Kranga kiradigan bo'lsak do'stlar, bu yerda mana request, ya'ni sizlar depozit kiritishingiz kerak $1 deyapti. Endi bu yerda sizlar $1 kiritishingiz shart emas. Shunda o'zi ham bu saytning o'zi bizga bepul kriptovalyutalarni to'lab beradi do'stlar. Shuning uchun hech qanaqa sizlarga tavsiya qilmayman, boyaga aytganimdek. Shu bepul shundoq ham o'zi ishlasak bo'ladi. Endi bunda yana nima qilishimiz mumkin? Biz o'sha o'zimizga yaqin insonlarni, o'zimizning hamkorlarni chaqirilgan holatda mana shu havolamizdan olgan holatda va ko'rib turibmiz, havola nusxalashni yozib qo'yibdi. Do'stlaringizni taklif qilgan orqali
orqali USDT qog'ozni qo'lga kiriting deyapti. O'sha o'zimizga ishongan va birgalikda shu USDT o'sha kriptovalyutalarni ishlagan do'stlarimizga shu saytni taklif qilishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Endi yana bir joyi boshqaruv pul yechib olish joyiga kiramiz do'stlar. Men bu saytni tekshirib ko'rdim. Bu hozirda to'layapti. Mana bugun o'sha sizlarga video olishdan oldin do'stlar bu saytni tekshirib oldim va 0.000.146 USDT bu bizga to'lab berdi. Barcha to'langan to'lovlar bo'yicha deyapti. Mana bugun yechib olganman bundan. Mana ko'rdinglar. Endi gap spoti bilan bo'lish uchun biz o'sha yuqorida aytib o'tgan FaucetPay hamyoniga o'tamiz. Do'stlar, mana FaucetPay hamyoniga keldik biz. Mana bundan tashqari biz hozir boshqaruv paneliga o'tamiz o'zimiznikiga. Va mana do'stlar, bugungi qabul qilingan to'lov deyapti, ya'ni Payut Rekiyev Today bir ko'rsatyapti mana do'stlar. Ya'ni bugun qabul qilingan. Va mana ko'rib turibmizki, hozir sizlarga spoti bilan ko'rsatib beraman. Albatta mana tepada ko'rsatadi. Mana bugun 8-iyun 2026-yil mana bu normal payment yozib qo'yibdi. Tesoria Earn Free mana 146 USDT, ya'ni bizani FaucetPay hamyonimizga kelib tushgan do'stlar. Demak, bu sayt rostdan ham hozirda 100% to'lovda bemalol ishlashingiz mumkin do'stlar. Havolani o'sha Telegram kanalimizdan olasizlar. Xudo xolasa ertaga indinga yana yaxshi bir sizlarga yaxshi bir videolar qilib chiqaramiz. Video yoqqan bo'lsa do'stlar, like, obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni unutmanglar va o'zingizlarning do'stingizlarga ishlayman degan do'stingizlarga yuborib qo'yinglar. Bizning kanalimizda obunani esdan chiqarmanglar, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Yangi videolarni yana sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Avvalambor o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.